Mana nima uchun nodavlat maktablarining nufuzi yanada ortib bormoqda. Zarbi bo'lsa mashinadagi olibtasidan. Assalomu alaykum azizlar. Marg'ilon shahar Orolbo'yida joylashgan Jain Nuslan maktabiga yetib keldik. Avvalambor maktab direktori va faollariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bu joyda bolajonlarni yaxshi bilim olish uchun olib borayotgan sa'y harakatlari tahsinga loyiq. Sifatli suv ichishlari uchun ko'p bosqichli filtr qo'ydirishni maqsad qilishibdi, qo'yib berdik. Ish jarayonida domladan olib borayotgan ishlarini kengroq yoritib, ijtimoiy tarmoqqa qo'yishligimizni so'ragandik. Bolalarni darsdan chalg'itmaslikni aytishdi va oshxonalariga ruxsat berishdi. Oshxonada malakali povurlar shirindan shakar taomlarni tayyorlashar ekan. Bu nima beradi? Albatta bolalarimiz sog'lom bo'lishligi, chuqur bilim olishligiga yordam bo'ladi. Domlalarimizni ishlariga respekt. Ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, podelitsiya qilib qo'yasizlar. Albatta inshaalloh sizlarni ham xonadonlaringizda bizga filtr o'rnatib berish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.